mana shunday koshonalarda o'zbek xalqimizga, buyuk musulmonlarimizga, ummamizga juda katta mana shu xizmat ko'rsatish degan umiddaman. Sog' omon bo'ling. Kecha bir kitobda ko'rib qoldim. Mana Imom Buxoriyning ochilishi muhtaram prezidentimiz o'zlari belgilab berdilar. Uni mana shu kun ochamiz deb. Imom Buxoriy hazratlari hayitdan bir kun burun olamdan o'tib, hayit kuni dafn qilingan ekan. Qarang, bir kun burun biz ochyapmiz. Xudoning qudratini qarang, menga hech kim aytmagan uni. Allohning marhamati bilan shunga to'g'ri keldi. Kecha hayron qoldim. Mana prezidentim bu qilingan hamma ishlarga Alloh o'zi ajr bersin. Mana kecha aytdik, 3,5 million aholi, qariyb 7 million qo'l kecha Allohga duo qildi. Sizning haqqingizda, yurtimiz haqqida shuning uchun Alloh sizga uzoq umr bersin. Ko'p yillar boshingizda mana shunday soyabon bo'lib, bizni baxtimizga, hammamizni baxtimizga sog' omon bo'lib yurishni Alloh nasib qilsin. Barcha ulamolar nomidan, barcha muftiylar nomidan, o'tgan nomidan men sizga minnatdorchilik bildiraman. Katta rahmat. Ilohim hurmatli yurtimiz tinch bo'lsin. Ilohim mana shunday niyatlarimiz ijobat bo'lsin. Ilohim yurtimizga ko'z tegmasin.